Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Asaka moy almashtirish shoxobchamizda bu safargi sovg'amiz chayni piyola. Oho. Voy. Aka, assalomu alaykum. Uydingizmi? Moy almashtirdingizmi? Ha? Nomer tashlaysiz-a? Nomer tashla. Aylantiring. Omadli ishtirokchimiz bu. O'tang. Ay, chap, zo'r yomon. İşte. Bizga muhim ichidagi. Ko'ramiz. Mana shu videoda maqishagalar tashab qo'yinglar. Omadiga keldi akamiz. 93lik. Nomer bir xilda qilib terdik. Kimi terlab ketyapti? Anjollandik. Shu oldi. Yutdi aka. Alo. Ibrohimjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Matiz binasi ekan aka. Aha. 284. Hop. Buni yog' zavodda oldida Asaka moy almashtirish shoxobchasidan moy almashtirib ketdingizmi? Ha, alishtirdim. Qachon? Aka, ana shu moylaringiz zo'rligi uchun bugun juma aksiyasida siz chayni piyola nabor yutib olasiz aka. Ha, qarang aka, omad bor ekan bugun. Tabriklaymiz. Aka, xohlagan vaqtingizda kelib, mana shu Farhod akaga uchiraverasiz. Aka, yutib oldi anaqa. aka, mana o'yinimiz halolmikan? Ha, halol. Kimga to'g'ri kutib o'tib oldi. Hayron bo'lib turdim. Oy, aka ajami, hech anaqa bo'lmadimi? Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizni kutib qolamiz. Charchamang mana. Yozgan varaqasini tepasiga yopishtirib qo'ydim. Olib ketib, buni ham bitta video qilib qo'ydim mana deb qo'yasiz. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ishlating aka. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Matiz meni biro olmasdan kelinglar, moyda almashtiringlar. Hannada oilaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.